bir millatni taraqqiyotiga, ertangi kuniga hasad borki, o'sha millatning boshida fitnalar uyushtiriladi. Shuning uchun azizlar, fitnaning negizi yolg'onga asoslangan, hasadga asoslangan. Ko'ra olmaslik. Bu hasad qilmasa, yolg'on gapirmasa, qanday qilib fitnani amalga oshiradi? Fitna oilalarni buzib yuboradi. Qarang, shunday Rasulullohni xonadonlariga ham fitnaning zarbasi yetgan. Hammanglar fitna bir qandaydir bir ish yuzasidan, boshqa yuzasidan boshinglardan o'ylaymanki bir fitna o'tgan. Lekin o'sha chog'da baribir o'zinglarni yo'qotib qo'ymasdan, o'sha chog'da biz uchun eng yaqin insonlar shu chog'da bilinadi. O'sha chog'da bilinadi. Boshidan fitna o'tgan odam keyin pishadi.